Bugun sizlar bilan yangilangan Chevrolet Lacetti 2026 haqida gaplashamiz. Lacetti ilk bor 2002 yilda Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan va keyinchalik Chevrolet brendi ostida ko'plab davlatlarda mashhur bo'lgan. O'zbekistonda esa u yillar davomida eng ko'p sotilgan sedanlardan biri bo'lib kelgan. 2026 yilgi model tashqi ko'rinishda biroz zamonaviylashtirilgan. Old panjara dizayni soddaroq va jozibaliroq, faralar esa ancha o'tkir ko'rinishga ega. Kuzov chiziqlari klassik sedan uslubini saqlab qolgan. Bu esa uni oilaviy avtomobil sifatida yanada jiddiy ko'rsatadi. Salon ichida qulay o'rindiqlar, oddiy va tushunarli panel, multimedia tizimi hamda konditsioner mavjud. Boshqaruv elementlari haydovchiga yaqin joylashgan. Texnik tomondan Lacetti 1.5 litrli benzin dvigatel bilan taklif qilinadi. O'rtacha 106 ot kuchi ishlab chiqaradi. Yoqilg'i sarfi taxminan 7-8 litr atrofida bo'lib, kundalik foydalanish uchun tejamkor hisoblanadi. Mexanik va avtomat uzatma variantlari mavjud. Raqobatchilar sifatida shu narx segmentida boshqa byudjet sedanlar bor, ammo Lacetti o'zining arzon xizmat ko'rsatishi va ehtiyot qismlarining oson topilishi bilan ajralib turadi. Narxi ham ko'pchilik uchun maqbul darajada.